Endi siz bor yo'q boshlang'ich 500 ming so'm bilan mana shu pul topar mashinalarni o'zingizning nomingizga shot spravka olishingiz mumkin. Boshlang'ich 500 ming to'laysiz, o'zingiz, o'g'lingiz, qizingiz, nabirangiz, butun urug'aymog'ingiz umrbod kredit to'lab yurasiz. Albatta bu hazil. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun China Motors Buxoro YouTube kanalida sizlarni Jack X200 pul topar mashinalarimizni qisqacha batafsil, to'liqroq olish tartibi, mashina haqida va ularni olish tartibi haqida to'liqroq ma'lumot beramiz. Demak, China Motors Buxoro filialida hozirda sotuvda tayyor Jack X200 tentovkamiz, Jack X200 furgon modelimiz va Jack X200 bortovoy modelimiz. Hamda Jack X200 ning shassi varianti ham bor. Ya'ni Ramani o'zi bo'ladi. Eng asosiysi barchasi hozirda sotuvda tayyor 26-yil 0 probeg bilan yangi salafan iyul oyida chiqarilgan. Farqi nimada desangiz, asosiy farqi faqat orqasida bo'ladi. Ya'ni tent, furgon, bort va shassi. Qolgan hamma joyi deyarli bir xil. Masalan, motori uchoviniki ham 2 atmosferni Toyota bilan birga ishlangan, benzin tanlamaydi, metan propan o'rnatsa bo'ladi. Ot kuchi 147 ot kuchi. Bemalol nima deydi? Juda ham kuchli, ancha og'ir va uzun yoki katta o'zingizni tovaringizni tashishda juda ham qulay. Ya'ni qiynalmaydi. Tog'da yoki cho'lda yoki boshqa bir turli xil qiyin yo'llarda sizni bemalol o'sha tovaringizdan olib chiqib uyaltirib qo'ymaydi. Undan tashqari bizda salonimizda shofyordan tashqari yana 2 kishi o'tirsa bo'ladi. Bismillah. Mana xohlasangiz mana sizning nomda yig'ishtirib qo'yasiz. Stakan, choy, kofe yoki dokument pullaringizni bemalol yig'ishtirib qo'ysa bo'ladi. Demak, bu stilimizni mana bunaqa qilib yig'ishtirib qo'ysak ham bo'ladi. Bunaqa qilib qo'ysak, yana ikkita odam sig'adi bemalol. Masalan, meni vesim где-то 80 kilo va bo'yim где-то 1.65. Agar bo'yi kattaroq va gavdasi kattaroq odamlar bo'lsa ham bemalol. Stilimiz oldin orqa boradi. Bu yoqqa ham yana 2 kishi bemalol kattaroq gavdasi bo'lsa ham sig'adi. Rullarimiz elektron gidravlika bo'ladi. Konditsionerlarimiz bor. Radio fleshkada qo'shib qo'ysa bo'ladi. Tablolarimiz polni hamma rasxodni ko'rsatadi. Mashinaning damini, benzin bor yo'qligini, remen taqilgan taqilmaganligini bu Yevropa standartiga kirgan bo'ladi. Shuning uchun rementni doim taqib yurasiz. Demak, eshiklarimiz polni elektronni bo'ladi. Bakoylarimiz ham polni elektronni. Bakoylarimizda abagrev bor. Demak, salon qisqacha aytib o'tdik. Oldimiz amortizator bo'ladi. R15 yumshoq ballonlarda. Ya'ni uzoqqa, ya'ni viloyatdan viloyat yoki Toshkentga yoki boshqa davlatlarga qatnasangiz ham bemalol sizni charchatmaydi. Orqamiz R13 ballonlarda bo'ladi, yumshoq. Chayku. Bu Xitoyning eng mashhur ballonlaridan biri. Bizda hozir O'zbekistonda adashmasam Bars eng yaxshisi, bu Xitoydagi eng yaxshi nomer 1 brend model bo'ladi. Juda ham yaxshi ballon. Hozirda klientlarimiz deyarli 80 ta bir kurukgacha shu ballonni o'z bilan yuryapti. Bemalol bir kurukka shu ballon bilan yursa bo'ladi. Benzin zapravkamiz bitta polnida где-то 55 yozilgan 60 tagacha sig'adi. Metanni mana bu yoqqa qo'ysa ham bo'ladi, orqada qo'ysa ham bo'ladi. Bemalol joyi katta. Xohlang 65 talik, xohlang 100 talik, 65 talikdan 3 ta 4 tagacha ketadi, 80 talikdan 3 tagacha, 100 talikdan 2 tagacha ketadi. Ya'ni ballon sig'imini aytyapman. Masalan, mana shu yerda bemalol 100 talik o'ynab ketadi. Hech nimani peredelka qilish shart emas. Demak, mashinalarimizni razmeriga keladigan bo'lsak, bortning razmeri 3.15, eniga 1.76. Furgon modelimiz esa o'sha furgon bo'lganini hisobiga 3.10 bo'ladi, tozasi. Eniga 1.75, balandlik 1.80 bo'ladi. Plus furgonimiz yana bir tomoni, yon tomonda ham qo'shimcha eshigi bo'ladi. Furgonimiz 10 kubda hisoblansa, tonnada 2 tonna hammasi yozilishi. U yo'g'ini klientlarimiz har xil 3 tonna bosayotganlari ham bor, 3,5 tonna bosayotganlari ham bor, undan ko'proq bosayotganlari ham bor. Ya'ni ishingizga, o'zingizga qarab bemalol bossangiz bo'ladi. Ya'ni bu yo'g'ini bemalol o'zbekcha qilaverasiz. Demak, tentimizga kelamiz endi. Tentimizga e'tibor beringlar, bemalol yig'ishtirib qo'ysak bo'ladi. Tent xuddi zontik deyiladi, ya'ni bitta qo'lda bemalol yig'ishtirib qo'ysangiz bo'ladi mana. Yoki bolalaringizga aytsangiz ham
yoki agar tent kerak bo'lmasa sizga bemalol uni yig'ishtirib qo'yib yursangiz ham bo'ladi. Hozirgi kunda tent menimcha juda ham kerak, chunki quyoshni issiqligini ko'ryapsizlar. Bizda Buxoroda juda ham issiq bo'lyapti. 50-60 gradusgacha issiq bo'lyapti. Masalan, qovun-tarvuz sezonida yoki boshqa pol ekinlarni sotish uchun menimcha tentni qo'yib, bemalol o'sha tovaringizni soyada saqlab yursangiz bo'ladi. Furgon modeli esa o'sha aptekalarda go'sht do'konchilarimiz olyapti yoki suv tashishlarda ko'proq olishyapti. Bort modelimiz esa stroykalarda menimcha juda ham qulay keladi. Ya'ni tovaringiz taxta yoki aplavkalar yoki sement yoki kleylarni toshishda juda ham qulay. Mana bu chetlari ham ochiladi, bemalol o'zingizga qulay qilib ishlatsangiz bo'ladi. Hamma varianti tayyor. Undan tashqari bizda shassi varianti bor edi, afsuski qolmadi. Ya'ni raman o'zi bo'ladi. O'zingiz olib uni vodovoz, benzovoz yoki musravoz yoki o'zingizning tadbirkorligingizga moslab taxlasangiz bo'ladi. Masalan, mebel toshsangiz, mebelga moslab, borchini uzunroq, kengroq qilib taxlasangiz bo'ladi. Aka, men bularni o'zgartirsam, kengayi gapirmaydimi deydiganlar uchun qayta jihoz qilasiz, yagona darcha orqali 1 akla to'lanadi, ya'ni 412 ming so'm. Endi olish tartibiga keladigan bo'lsak, demak, hammasini olish tartibi naqd, kredit, rassrochka. Narxini bir boshdan boshlaymiz. Demak, tentimiz narxi 255 million 360 ming so'm. Agar naqdga olsangiz yoki kreditga olsangiz 17 million chegirma bo'ladi. Ya'ni 238 million 360 ming so'm. 17 million chegirma faqat naqdga yoki kreditga amal qiladi. Demak, furgon modelimiz 275 million 520 ming so'm. Agar naqdga olsangiz 258 million 720 ming so'm. Kreditga olsangiz ham bu amal qiladi. Agar rassrochkaga olsangiz boshlang'ich 50% to'laysiz, ya'ni 275 millionda hisoblanadi rassrochka. Hammasida rassrochka bor, boshlang'ich 50% to'lanishi kerak. Demak, bortimiz hozirgi paytda 248 million 640 ming so'm. Naqd to'lov qilsangiz yoki pritsiyani yoki kredit qilsangiz 231 million 300 ming so'm. Rassrochkaga olaman aka desangiz, boshlang'ich 50% to'laysiz, ya'ni 248 millionning 50% 124,5 million. Qolgani 1 yilga foizsiz, penyasiz, o'zingiz nomingizga shot spravka chiqadi. Oylik to'lov 7 millionda. Hech qanaqa penyasi ham bo'lmaydi, foiz ham bo'lmaydi. Pramo nomingizga chiqadi. Demak, barcha mashinamiz hozirda sotuvda tayyor. China Motors Buxoro filialida, manzilimiz o'sha Buxoro darvoza, shahar darvozasidan chiqqanda o'ng qo'lda Galosiyadan kiraverishda, chap qo'lda. Barchangizni China Motors Buxoro filialida kutamiz. Batafsil ma'lumot quyidagi nomerlarda.